misolda 33-misolda tashqaridagi mana 2x ko'ryapsizlar-a? Shu 2x ni x kvadrat ko'paytiramiz. Shu 2x ni -3x ga ham ko'paytiramiz. Shu 2x ni +5 ga ham ko'paytiramiz. Faqat ishorasiga e'tibor berib. 2x ni ko'paytiramiz, yozaman. Teng 2x ko'paytiramiz-a? Nechiga? X kvadratga. Keyin xuddi shu 2x ni yozaman yana, faqat ishorasiga qaraymiz. 2x ni -3x ga ko'paytirsak nima bo'ladi? Minus yo'q. Avval yozib olaylik. 2x ko'paytirilgan 3x. Endi 2x ni ko'paytiraman +5 ga. 2x ko'paytirilgan 5. Bu yerda nima qolib ketdi? Plus qolib ketdi. Mana plus-ku, shuning uchun bu ham plus bo'ldi. Endi mana yerga keldik, -3 ga. Minus ni ko'paytiraman -2x ga. Plus qilib ketaman birdaniga. Plus nima bo'ladi? 3 ko'paytirilgan 2x. Endi -3 ni ko'paytiraman +3 ga. Nima bo'ladi? -3 ko'paytirilgan 3. Tushundingmi shu yergacha? Keyin oxirida mana bu bor. Uni hech narsa xalos ochish shart emas, yozib qo'yaman. -2x kub. Adashmagan bo'lsak. Endi yan qatordan teng qilamizda. Ular hisoblashni boshlaymiz. 2x ga x ko'paytirsak nima bo'ladi? 2x kuba. Chunki mana darajalar qo'shiladi-da, birinchi daraja bilan qo'shilib x kub bo'ldi. Endi minus 2x 3x ga ko'paytsak 6x kvadrat. Xo'p, keyingisi. Mana 2x ni 5 ga ko'paytsak plus 10x. Endi plus 3 kare 2x imiz plus 6x minus 9. Mana minus 2x kubni ko'chirib yozaman. Minus 2x kub. Xo'p, endi nima qilish kerak? Darajasi bir xillarni qaraymiz. Mana x kuba, mana ham x kub. Demak, 2x kub bilan minus 2x kubimiz qisqarib ketadi. Shuni nima qilib yozamiz? Shuni belgilab o'chirib tashlaylik. Ikkovi bir xil bo'lgani uchun qisqarib ketdi-da. Tushundingmi? O'chirib tashlayman. 1, 2, 3. Bu ketdi, bu ham ketdi shu bilan qisqarib. Endi yana nima bor? -6x kvadrat sherigi bormi? Yo'q, o'zini yozaman. -6x kvadrat. Keyin plus 10x bor, plus 6x bor. Plus 16x bo'ladi, keyin -9. Bo'ldi, shu bilan misol tugadi. 36-da qaraymiz. Boyagidek maydalab yozib o'tiribman-da, 3x ni x ga ko'paytsak, nodir aytaverasan faqat o'zing. 3x ni x ga ko'paytirsak, ko'paytirganda 3x kvadrat bo'ladi. X ni x ga ko'paytirib x kvadrat bo'lyapti. Tushundingmi? Endi qara. Mana 3x ni plus 2y ga ko'paytirsang nima bo'ladi? 2y. O'sha natijasi nima bo'ladi? Plus 6xy bo'ladi. Sonni soniga, harfini harfiga. Keyin minus 4y ni y ga ko'paytirsak. Sonni ham aytdi. 4y kvadrat. Xo'p, endi minus 4y ni plus 2x ga ko'paytirsak. Minus bo'ladi. Ko'paytirganda minus bo'ladi. Ha, xo'p. 8 Aha. y x bo'lardi, lekin odatda xy yoziladi. Chunki alifboda birinchi keladi, teng. Qisqartiramiz endi. 3x kvadrat sherigi bormi? Yo'q. Yangi qatordan yozay. 3x kvadrat teng qolib ketdi. 3x kvadrat keyin nima bor? Mana 6xy dan ayirsak 8xy nima bo'ladi? Minus 2xy bo'ladi. Keyin minus 4y kvadrat ham sherigi yo'q, shuni o'zini yozib qo'y. Minus 4y kvadrat. Bo'ldi shu. 37 da hammasini harf har xilda. Mana yerda x bo'lsa, buning ichida x yo'q, buning ichida boshqa harf bo'lib ketgan. Nima qilinadi? A ni ko'paytirsak b ga. AB. A ni minus s ga ko'paytirsak. Ishorasi bilan minus as. Endi b ni s ga ko'paytirsak, plus b ni plus bs. Bs. Keyin plus b ni minus ga ko'paytirsak, minus ab ya. Xo'p, endi plus s ni a ga ko'paytirsak. Plus as. Plus s ni minus b ga ko'paytirsak, minus bs. Teng. Endi yangi qatordan yozaman. Bir xillar qisqarib ketadi, qaraymiz. AB bor. Bu yerda minus AB bor-a. Mana shu yerga qisqarib ketadi. Mana shuni o'chirib tashlayman, minus bo'lgani uchun. Buni o'chirib tashlayman. Minus AC bor, plus AC bor. Ularni qisqaram? Yo'q ketadi. Plus bo'lsa bilan minus bo'lsa ham qisqarib ketar ekanda, demak
bitta qilib 0 deb qo'ysak bo'lar ekan. Shuni o'zi javob. 38 da yana boyagi Xaos ochiq qoidasi bo'yicha mana yerda har biriga ko'paytirib chiqaman. Avval mana shuni ko'chirib olay. Orasida ko'paytirish bor deb tushuniladi-ya. Yozib olay. Xo'p, 4 taqsim 3 ni olamizda 3x kvadratga ko'paytiramiz. Shuni ko'paytiraman 3x kvadratga. Keyin avval hammasiga yozib chiqayinda men. Plus deymanda, mana shuni ko'paytiraman plus 5x ga. Ko'paytiraman 5x ga. Endi buni minus bo'lgani uchun, mana buni bunga ko'paytirganda minus bor. Minus deyman, shuni ko'paytiraman 4 ga. Endi xuddi mana yerda ochib chiqamiz. Minus yangi qatordan yozaylik shuni. Minus 2 taqsim 3. 2 taqsim 3. Shuni ko'paytirishimiz kerak nimaga? Nimaga ko'paytiryapmiz? X kvadratga ko'paytiryapmiz buni. Uni ko'paytiryapmiz x kvadratga. X kvadrat. Keyin endi buni nimaga ko'paytiramiz? Minus 2x ga ko'paytirganda mana minus bilan minus plus bo'lib ketadi. Shuning uchun bu yerga plus yozamiz-da. 2 taqsim 3 ko'paytirilgan bo'ladi. Mana 2x. Keyin 2 taqsim 3 ni minus 2 taqsim 3 plus 6 ga ko'paytirsak minus bo'ladi, faqat ko'paytirilgan 6 yozaman. Endi mana shuni qisqartirish kerak. Qaysidan qaysi qisqaradimi? Birinchi boshidan kelsak. Buni bilan buni qisqaradi-ya. 3 yo'q bo'lib ketadi, buni 3 yo'q bo'lib ketadi. Nima qoladi shunda? 4x yo'q, x kub bo'ladi buni bilan ko'paysa. 4x kub. Ketdi bu. Endi bu yerdachi 3 bilan 5 qisqarmaydi. Degani 4 bilan 5 ni ko'paytiramiz. Faqat plyusda tepasi 20, pastida 3 x kvadrat. Endi mana yerda bu ham 4 bilan 3 qisqarmaydi. Minusini yozaman-da. 4 bilan 4 ko'paytirilib ketadi. 16 tagida 3, bu yoqda x a. Tushundingmi shu joygacha? Endi bunisiga keldik. Minus deyman. Uni o'zini yozib qo'yaman. Minus 2 taqsim 3 x kvadrat. Bu yerda 2 bilan 3 qisqarmaydi yana. Ko'paytirib qo'yamiz tepasiga. Tepasida necha bo'ladi? 4 tagida 3, bu yoqda x. Minus deyman. Bu yerda 3 bilan 6 qisqaradi-ya, lekin 3 yo'q bo'lib ketadi. Mana necha bo'lib qoladi? 2 bo'lib qoladi qisqargandan keyin. 2 bilan 2 ko'paytirilsa 4 beradi. Endi buni soddalashtirish kerak bu yerda. Xo'p, 4x kub. Bu yerda x kub yo'q. Demak 4x kubni o'zini yozaman. Sherigi yo'q. 4x kub. Bu yerda x kvadrat bor. Uni sherigi mana x kvadratligi. 20 taqsim 3 dan ayiraman 2 taqsim 3 ni. Nima bo'ladi? 18 taqsim 3. Altda lekin ishorasi plus edi. X a x kvadrat. Chunki buni ikkovida ham x kvadrat bor-da. Bunda x kvadrat bor, bunda x kvadrat. Bunda javob ham x kvadrat bo'ladi. 20 dan ayirdik 2 ni 18 bo'ldi. 18 taqsim 3 nima degani? 6 degani-ya. Shuni o'rniga 6 qo'yib ketaman. Endi x liklarga keldik. Minus 16 taqsim 3x plus 4 taqsim 3x. Ular ayrilib kattasini ishorasi qo'yilishi kerak. Qaysi bir katta? 16 taqsim 3 mi, 4 taqsim 3 mi? 16 taqsim 3 katta. Demak, minus qo'yaman. 16 dan ayiraman 4 ni. Demak, 12 taqsim 3x bo'ladi. Mana shu 12 taqsim 3 demak 4 qilib ketsak bo'lar ekan-a. O'rniga 4 yozib ketamiz. Keyin nima qoldi? Minus 4 qoldi faqat. Minus 4. 4x kub plus 6x kvadrat minus 4x minus. Bo'ldi, mana shuni o'zi javob bo'ladi. Mana 40-misolda birinchida a turibdi-ku, kami. Shu a ni 2 ga ko'paytiramiz, a ni minus 3 ga ko'paytiramiz, a ni plus 4 ko'paytiramiz. Hozir endi og'zaki qisqaroq qilib ketamiz. A ni ko'paytirsak 2a kvadratga nima bo'ladi? 2a kub bo'ldi. Endi a ni ko'paysak minus 3 ga. Minus 3 bor. 3a kvadrat. Endi a ni ko'paytirsak plus 4 ga. Plus 4a. Bo'ldi. A ni ko'paytirib chiqdik. Endi minus 2 ni ko'paytirib chiqamiz. Minus 2 ni 2a kvadrat ko'paytsak minus 4a kvadrat. Minus 2 ni minus 3 ga ko'paytirsak
plus 6a minus 2 ni plus 4 ga ko'paytirar ekanmiz. Minus 8. Endi soddalashtiramiz. Xo'p, 2a kub sherigi bormi? Yo'q, o'zini yozaman. 2a kub. Endi kvadratlari minus 3a kvadrat minus 4a kvadrat. Minus 7a kvadrat. Endi a liklari plus 4a plus 6a plus 10a. 8 sherigi yo'q, shuning uchun o'zini yozib qo'yaman. Bo'ldi bu misol. 45 ta xuddi boya qoida. Birinchisidagini qolgan qavs hammasiga ko'paytirib chiqaman. Teng yozaman. A ni ko'paytirsak a kubga. A ni 4-inchisi. Endi a ni ko'paysak plus 2a kvadrat b-ga. Mana a bor-ku. Mana a ga ko'paytirilib a kub bo'lib ketadi. 2a kub b bo'ladi. Tushundingmi? Plus 2a kub b. A kub qayerdan keldi? A ni a kvadrat ko'paytirdik. Xo'p. A ni plus ab kvadrat ko'paytirsak. A kvadrat b kvadrat. Endi a ni ko'paytiramiz minus b kubga. Bir xil harf yo'q, bu degani minus a b kub bo'ladi. Bo'ldi. Endi minus 4b ni ko'paytirib chiqish kerak. Minus 4b ni a ga ko'paytirsak. Bir xil harf yo'q, bu degani minus 4a adashib ketdik. Minus 4a kub b bo'ladi. Faqat yozib qo'ydik. Endi bu yerda minus 4b bor. Shuni ko'paytiramiz bunga. Nima bo'ladi? Minus 8 bo'ladi. B bilan b ni ko'paysak a kvadrat b kvadrat bo'ladi-ya. Tushundingmi? Endi mana shuni ko'paytiraman bunga. Minus 4 bunda soni yo'q, demak minus 4 deb o'zini yozaman. A b kub. A b kub. Xo'p, teng yozaman. Yo, teng emas, yana bitta narsasi bor ekan. Mana buni ko'paytiramiz. Minus 4b ni minus b kubga ko'paytiramiz. Plus 4 b 4 bo'ladi-ya. Chunki mana 4 b bilan b kub ko'paytirsa b 4 bo'ldi. Shuni yarmini bu yoqqa o'tayin, adashib ketmaslik uchun. Xo'p, teng qilaman. A4 boshida bor, soddalashtirishga. A4 boshqa yo'q ekan. A4 ni o'zini yozar ekanmiz. Endi a kub b bormi? A kub b. A kub b mana ekan, ha. Bu yerda bitta, bu yerda bitta. 2a kub b dan 4a kub b ni ayirsak minus 2a kub b. Endi undan keyin a kvadrat b kvadrat bor. A kvadrat b kvadrat, bunda minus 8a kvadrat b kvadrat. 1a kvadrat b kvadratdan 8 tani ayirsak minus 7a kvadrat b kvadrat. Endi nima qoldi? ab kub. Minus ab kub minus 4ab kub. Yo'q, minus 1 minus 4 nechi bo'ladi? Minus 5 bo'ladi. Minus 5 ab kub ekan. Xo'p, nima qoldi yana? Plus 4b kub qoldi. Uni sherigi yo'q. Plus 4b kub. Qanday? Bo'ldi shu javob. Qretda ham xuddi shu narsa, faqat birinchi qavsda ham 3 ta narsa, ikkinchi qavsda ham 3 ta narsa bo'lib turibdi. 2a ni ko'paytiramiz 2a ga, nima bo'ladi? Yo'q, 4a kvadrat. Boshqalar 4a dedi. 2a ni ko'paytiramiz minus 3b ga. Minus 6. 2 kere 3 ku. 2a ni 3b ga. 6ab. Xo'p. 2a ni ko'paytiraman endi plus 1 ga ham. Plus 2a ni o'zi. Endi plus 3b ni 2a ga ko'paytirsam. Plus 6ab yaxshi. Plus 3b ni minus 3b ga ko'paytsam. Minus 9b kvadrat yaxshi. Yana nima bor? 3b ni ko'paytiraman plus 1 ga. Plus 3b ni o'zi. Endi minus 1 da. Sig'may qolgani uchun bu yoqqa o'tib ketamiz. Minus 1 ni 2 ga ko'paytsak, minus 2a. Minus 2 bo'lib ketdi. Yana bitta narsa bo'lib ketdi. Xo'p, minus 2a. Minus 2. Endi minus 1 da ko'paytiraman plus 3b ga. Minus 3b ga ekan. Plus 3b. Minus 1 da plus 1 ga ko'paytsam minus 1. Ko'paytiryapmiz. Qo'shmayotganimiz yo'q. Xo'p, 4a kvadrat. Sherigi yo'q. 4a kvadrat. Minus 6ab plus 6ab ya.
Mana bilan mana qisqarib ketyapti. Demak, o'chirib tashlasam ham bo'ladi, mayli tursin. Endi 2a bor, keyin minus 2a ham bor. Qisqaradigan o'chirib tashlay mana bu. Plus 6a bilan ketyapti. Minus 6a. Yo'qib ketdi. Plus 2a bilan minus 2a yo'qib ketdi. Xo'p. Mana minus edi-ya. 3 bo'yimiz. Minus 1 da buni ko'paytirganmiz plus 3 bo'lgan, ha. Plus 3 bilan minus 3 ham yo'qib ketdi. O'zi umuman javob mana shu qolibdi-da. Buni ham o'chirib tashlayman. Mana shu qolgan ekan. Shuni o'zi javob. 53 ta. Yana boyagi narsa. X ni ko'paytiraman 2x ga. 2x kvadrat. X ni ko'paytiraman minus 1 ga. Minus x. Plus 1 ni ko'paytirsak 2x ga. Plus 2x. Plus 1 ni ko'paytirsak minus 1 ga. Minus 1. Endi qaranglar, minus bor-ku bundan keyin. Shu minusni yozaman. Bitta qavsni ochaman. Da? Buni ko'paytirib chiqaman. Agar mana shu qavs ko'paytirgan oltida minus bo'lsa, sizlar ham bitta qavs ochib, keyin yozasizlar bu yerni. Minus x. Aha, minus x kvadrat. Keyin minus x ni minus 3 ga ko'paytirsak. Plus 3x. Minus 2 ni x ga ko'paytirsak. Minus 2x. Ha? Minus 2 ni minus ko'paytirsak. Plus 6. Mana qavsni yopaman. Endi qaraymiz. Qavsni oldida minus bo'lsa nima qilardik? Ichidagilar o'zgarib ketardi-ya. Mana qavsni o'chiraman-da, ichidagini o'zgartiraman. Mana plus bo'ladi. Mana minus bo'ladi. Hammasini o'zgartirib chiqaman. Mana plus bo'ladi. Mana minus bo'ladi-da, keyin qavsni o'chirib tashlasam bo'ladi. O'chirib tashlayman. Altdagi mana minusni ham o'chirib tashlayman. Chunki mana minus bilan minus plus bo'lib ketdi-da. Endi soddalashtirish kerak. Teng yozaman, tagidan bitta o'taman. 2x kvadrat plus x kvadrat. 3x kvadrat. Hop, minus x. Hop, minus x bilan minus shuni soddalashtirib bitta yozib olaylik. Bitta yozib chiqamiz. Minus x plus 2x bor-a? Keyin yana nima bor? Minus 3x bor, minus 3x bor, plus 2x bor. Hop, mana plus 2x bilan plus 2x bilan. Plus 2x nechi bo'ladi? 4x bo'ladi-ya, uni o'chirib tashlayman, uni 4 qilsam bo'ladi. To'g'rimi? 4x bo'lib ketdi. Endi minus x bilan minus 3x nima bo'ladi? Minus 4x bo'ladi. Uni o'chirib tashlayman-da. Mana hozir minus 4x qilib qo'yaman qo'shilgani uchun. Endi minus 4x bilan minus 4x plus 4x imiz 0 yo'qib ketdi. Bu yo'q. Xo'p, minus 1 bor. Minus 1 bor, minus 6 bor. Minus 7 bo'lar ekan. Minus 7. Bo'ldi shu. 56 dan yerda bo'lish bor, bu yerda ham bo'lish bor. Keyin qavsdagilarga e'tibor beramiz. 12-ya. 12 4 ga bo'linadi. Mana 4 ham 4 ga bo'linadi, 8 ham 4 ga bo'linadi. Bu yerda 15 5 ga bo'lsa bo'ladi, 20 ni 5 ga bo'lsa bo'ladi, 10 ni 5 ga bo'lsa bo'ladi. Bu degani qavsdagi har biriga ko'paytirish mumkin edi, ko'paytiruv bo'lsa. Bo'lish bo'lsa, qavsdagi har birini o'sha 4 ga bo'lish mumkin. 12a ni minus 4 ga bo'lsak necha bo'ladi? Minus 3a minus 4 ni minus 4b minus 4 ga bo'lsak. Plus 1b bo'lishi kerak edi, lekin b ni o'zini yozamiz, ha? Plus 8 ni minus 4 ga bo'lsak. Minus 2 bo'ldi. Endi qavs oltida minus bo'lsa, qavs ochayotganda nima qilardik? Bitta qavsda shuni yozib olardik-a. Qavsga endi bo'lgan yozib. 15 ni 5 ga bo'lsak. 3a plus 20b ni 5 ga bo'lsak. Plus 4b minus 10 ni 5 ga bo'lsak. Minus 2. Endi qavsni ochib chiqishim kerak. Bu degani qavs oltida minus bo'lgani uchun buni o'zgartiraman. Minusga, buni o'zgartiraman plusga-da, keyin qavsni o'chirib tashlayman. Xo'p, bo'ldi, qavs ochdik. Endi soddalashtirish, ha? Nom? Agar mana ham minus bo'lgan deydi. Mana masalan mana shu uni oldi minus bo'lgan deydi, plus bo'lib ketardi. Lekin minus emas-da. Shunda nima bo'lib ketdi endi? Buni o'chirdik, buni o'chirdik. Hozir plus qilgan edik-a. Bo'ldi. Qaraymiz, minus 3a. Bu yerda keyin yana minus 3a bor. Nima bo'ladi? Minus 6a. Xo'p, plus b minus 4b. 3b. Minus 2 bilan plus 2 qisqarib ketadi, yozmayman. Mana shuni o'zi javob bo'lar ekan. Bunda ham boyagini harfli ekanda. 4x 4-darajani minus 2x ga bo'lishda sonini mana 4 ni minus 2 ga bo'lsak.
minus 2 yozaman. Keyin harfi bor, qaranglar. x4 ni x ga bo'lsa darajalar ayrilib ketadi. X kub bo'ladi. X kub. 3-daraja. Xo'p, minus 8 ni minus 2 ga bo'laman. Plus 4 x kubni x ga bo'laman. X kvadrat. Minus 10 ni minus 2 ga bo'laman. Plus 5 x kvadrat x ga bo'lsam x o'zi. Endi bunisi 5x kubni 5 ni 5 ga bo'lsam 1 ni yozmayman. X kubni x ga bo'lsam minus 10 ni 5 ga bo'lsak minus 2 x kvadrat x ga bo'lsak x o'zi. 15x ni 5x ga bo'lsak plus 3 x yo'q, qisqarib ketdi. Teng deyman. Xo'p, minus 2x kub shu yerga bormi? Yo'q. Minus 2x kub. Keyin x kvadratlar shu yerga bormi? 4x kvadrat plus x kvadrat. Plus 5x kvadrat plus 5x minus 2x. Plus 3x. Keyin nima qoldi yana? Plus x kvadrat yozdim. Plus 3 qoldi. Bo'ldi. 60 ta. Altdagi sonlar yo'qmi ularda? Lekin buni ichida x bor-da. x4 moda ishorasi plus-a, buni ishorasi minus. Demak, javob minus chiqadi. Minus x4 ni x ga bo'lsak, x ni kubi bo'ladi. Endi plus yana minusga bo'lyapmiz. Minus x kubni x ga bo'lsak x kvadrat. Endi bu ham plus ni minusga bo'lyapmiz. Minus x kvadrat x ga bo'lsak x bo'ladi. Bu yerda minus bor. Minus bo'lganda xavs bo'lsa, yana bitta xavs ochib berardik. Endi buni ishlayman. 2x kub x turadi. 2 x kubni x ga bo'lsam x kvadrat minus-a bu. Minus qo'yaman unda. Minus x kvadrat x ga bo'lsak x bo'ladi. Keyin mana plus 2x ni x ga bo'lsak plus 2 ni o'zi qoladi. X qisqarib ketadi. Keyin plus x kubni o'zini ko'chirib qo'yaman bu yerga. Plus x kub. Xo'p, qavsni ochishim kerak. Nima qilardik? Qavsni oldida minus bo'lsa, ichidagilarni buni plus qilardik, buni minus qilardik. Qavsni o'chirib tashlaymiz keyin. Endi teng qilaman, yana bitta teng. X kublar bormi? Minus x kub plus x kub. Yo'qib ketadi-ya? Yo'qib ketadi. X kvadratlar. Minus x kvadrat minus 2x kvadrat. Minus 3x kvadrat. Xo'p, endi minus x bor, plus x bor, yo'qib ketadi. Bitta minus 2 qolyapti ekanda. Minus 2 bo'ldi. 61 da qaraymiz. 2 darajasida bo'lgan ifodani ko'paytirish. Ko'paytirilgan darajalar nima bo'lardi? Qo'shilardi. Yozaman. 2 darajasida birinchisini ko'chirib olaman. Xuddi o'zi n plus 2 n plus 2 deyman. Ko'paytirilganda qo'shiladi. Demak, plus yozamanda 2n plus 3 deyman. Endi soddalashtirish kerak. Teng 2 darajasi qaysi to'g'ri ketmadi? Mana 2 mi? Mana o-ya. Darajasi joyida qoladi, faqat daraja qo'shiladi. N ga qo'shamiz 2 ni. 3 ni-ku. 3 ni n ga 2 ta n ni qo'shsak 3 ni bo'ladi. 2 ga qo'shsak 3 ta. Plus 5 darajada qoladi shu narsa. Bo'ldi. Bo'lishda darajalar ayirish kerak, faqat nida joyi bor-da buni. Mana 2 ta narsa-ku. 2 ta narsani oldidan qavs yoziladi bunday qilib. 2 darajasi deyman. Birinchisini yozib olaman. 3 ni plus 4 minus deymanda, qaranglar. Minus deymanda qavs ochaman shu joyda. Ikkinchi narsa 2 ta-ku, n plus 1 2 ta narsa. Shuning uchun qavs ochiladi-da, n plus 1 yoziladi. Endi qavs ochish qoidasini qo'llaymiz bunga. Nima bo'ladi? Ichidagi narsa minusga o'zgaradi, qavsni o'chirib tashlayman. Endi bu yoqdan alohida yozaman. Teng 2 darajasi 3 n dan minus n qilsak 2 n plus 4 minus 1. Minusmi plus 3mi? Plus 3. Chunki 4 katta-ku. Bo'ldi. Xo'p, 66 da mana qaranglar, birov 32, birov 8 a. Ikkovini ham 2 ga keltirib olsa bo'ladimi? Bo'ladimi 2 ga keltirsa? Aytda. 32 ni nima deb yozib olamiz? 2 darajasida 5-si. Tashqarida mana darajani o'zini ko'chirib yozsa bo'ladi. Tashqarisida shu turibdi-da. Endi bo'luv deyman.
8 ni yozishim kerak. 2 darajasi necha? 3. Mana darajasini ko'chirib olamiz. n kvadrat plus n. Xo'p, endi teng qilaman, yana yozaman. Mana 5 bor-ku, daraja. Bu ham daraja. Daraja bilan daraja ko'paytiriladi, bilib qo'yinglar nodir shuni. 5 ni n kvadrat ko'paytiraman. 2 ni yozaman. 5 ni n kvadrat ko'paytsak 5 ni kvadrat ko'paytirib aytib ketaveringlar. 5 ni minus 2 ni ko'paytsak minus 10 ni minus 5 bo'ladi. Keyin yerda bo'luv bor, 2 darajasi qilaman. 2 darajasi. Xo'p, 3 ni ko'paytsak 3 ni kvadrat plus 3 ni. Tushundingmi? Endi boyagini nima qilamiz? Xuddi boyagidek, faqat ayirish bor. Teng yozaman. Darajalarni ayirish kerak. 2 darajasi deymanda, birinchisini yozib olaman darajasini ko'chirib. Xuddi shuni ko'chirib yozib olamanda. Minus qilaman. Minus qilgandan keyin nima qilardik? Qavs ochishimiz kerak. Yozaman 3 ni kvadrat plus 3 ni deb. Endi shuni ishlaymiz. Teng qilamiz. 2 darajasi 5 ni kvadrat minus 10 ni minus 5 deymanda, qavs ochishda minus 3 ni kvadrat ichidagisi o'zgarib ketadi-ya. Minus 3 ni. Endi shularda qisqaradigan bormi? Qayerda bor ekan? Qo'shiladi. 5 ni kvadratdan 3 ni kvadrat ayirsak 2 ni kvadrat minus 10 ni minus 3 ni minus 13 ni. Xo'p, minus 5 qoldi, minus 5. Bo'ldi, bosh shu javob. 67. Hammasini yana 2 ga keltirib olish kerak. Mana 4 ni 8 ga keltirishim kerak. Teng yozaman. Teng. Birinchisini o'zini yozib olamiz. 2 darajasi n bo'luv 4 ni nima deb olamiz? 2 ni kvadrati tashqarisida n plus 3 ekan. Bu yerda yana ko'paytiruv deyman. 8 ni yozib olamiz. 2 darajasi 3. Buni darajasida n plus 2. Xo'p. 2 ni turar ekan yana joyida. Bo'luv deymanda, mana darajasini olib chiqishim kerak. 2 ni n ga ham ko'paytiraman, 2 ni plus 3 ga ham ko'paytiraman. Shunda bo'ladi 2 ni plus 6 ko'paytirilgan 2 darajasi 3 ni ko'paytiraman plus 3 ni plus 6 ya. 3 ni plus 6 teng deymiz. Xato ketdik. Teng bu yoqda bo'lish kerak. Xo'p, endi nima qilamiz? Bu yerda bo'luv bor, bu yerda ko'paytiruv bor. Aralash kelyapti bu yerda ko'paytiruv bo'lular. 2 darajasi deyman, n deymanda, shundan keyin bo'lish kelyapti, demak bu yerda minus qo'yaman. Minus qo'yib qavs ochamiz. Ichida nima bor? 2 ni plus 6. Bu yerda ko'paytirish bor. Demak, bu yer plus bo'lib ketadi. Plus 3 ni plus 6. Plus bo'lsa qavs qo'yish shart emas, shuning uchun qo'ymadim. Endi qavs olib chiqish kerak. Minus bo'lgani uchun buni ichi minus bo'ladi-da, qavsni o'chirib tashlayman. Endi soddalashtirish kerak. Xo'p, 2 darajasi n dan 2 ni ayirsak minus n bo'ladi. Yoki soddaroq yo'lni aytaman. N ga 3 ni qo'shsak 4 ni bo'ladi. 4 nidan mana 2 ni ayirib olsak 2 ni qolar ekan. 2 ni keyin minus 6 plus 6 yo'q bo'lib ketdi. Mana shunday qoldirsak ham bo'ladi, lekin bitta joyi ham bor. Mana ikkinchi darajasi bor-ku bitta o'zi. Bu yerda 2 ni ikkinchisi. Shuni 4 qilamizda darajasiga n qilsak ham bo'ladi. Shunday javob bo'lishi ham mumkin.